Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yangi velosipedlarimiz keldi. Mana Germaniyadan kelganda mana xuddi shu holatda keladi. Mana oldi g'ildiragi mana o'zida turibdi. Mana zajimlangan. Orqa g'ildiragi o'zida mana qotirilgan, oldi g'ildiragi zajimlangan. Hattoki mana pedallarigacha turibdi mana Gazel. Velosiped o'zi ham Gazel. Mana shu holatda keladi, egarlari bor. Yerlari ham tayyor. Bu yoqda bor mana. Mana bunisi mana tayyorlanyapti mana. Mana bunisi tayyorlanyapti. Yuvib taraf hamma joy-joyiga qo'yib. Mana Sparta. Idealniy velosiped mana. Xuddi shu holatda tayyorlanadi, hamma zapchasi o'ziniki. Faqat yuvib taraf pardoz qilib mayda ichida endi boltka ikkasi misol almashtirilishi mumkin. Atak ko'piniki uniki ham almashmaydi, hamma o'zida bo'ladi. Kimga shu xizmatlarimiz yoqqan bo'lsa, kimga yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin.